Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, o'rganuvchilar, obunachilarimiz. 4000 Essential English Words kitobimizdan Unit 29, 29-bobga kelib to'xtagan edik. 29-bobimizdagi birinchi so'zimiz bu yerda ko'rib turganlardek burden so'zi, burden. Burden degani o'zi asli ma'nosi og'ir yuk degani, og'ir yuk. Va xuddi o'zimiz o'zbek tiliga o'xshagan joyi shuki, og'ir yuk. Senga yuk bo'lmay qo'y, nima qilasan, men ketdim boshqa deb aytamiz-ku. Ya'ni muammo degan ma'nosi ham bor, og'ir yukda. Muammo, bosh og'riq, ba'zan dardi-saram deb aytishimiz mumkin. Hop, tashvish deb ham aytilishi mumkin. O'sha ma'noda tarjima qilinadi xolos. A burden is a serious or difficult responsibility. Ya'ni burden degani bu jiddiy yoki qiyin mas'uliyat deyapti. Children who do not behave are a burden to their parents. Ya'ni o'zlarini yaxshi tutmaydigan, ya'ni odob axloqini saqlamaydigan, axloq normasida turmaydigan, ya'ni o'zlarini yaxshi tutmaydigan bolalar ota-onasiga og'ir yuk, ota-onasiga dardisar, ota-onasiga bosh og'riq bo'ladi deb aytayapti. Keng so'zimiz bu yerda compromise. Compromise degani agree degan ma'noda, ya'ni o'sha kelishmoq, rozi bo'lmoq, murosaga kelmoq degan ma'noda. To compromise is to agree to something that is not exactly what you want. Ya'ni odatda aniq siz, ya'ni odatiy holatda siz istagan, ya'ni istamagan narsaga rozi bo'lishlik deyapti. Siz istamagan narsaga rozi bo'lishlik, o'sha narsaga kelishlikka compromise deb aytiladi deyapti. Gapda we both compromise about the game we decided to play. Ya'ni ikkalamiz ham biz o'ynamoqchi bo'lgan, ya'ni o'ynashlikka qaror qilgan o'yinga kelishdik deyapti. Biz o'ynamoqchi bo'lgan, ya'ni o'ynashlikka qaror bergan o'yinga kelishdik deyapti. Ikkalamiz ham. Hop. Keyingisi craft. Craft degani bu yerda fe'l ma'noda kelyapti. Ya'ni hunarmandchilik qilmoq degani. Hunarmandchilik qilmoq. Ya'ni hunarmandchilik qilib biror narsani yasashlik, hunarmandchilik qilib biror narsani o'sha qilishlik, barpo qilishlikka craft deyiladi. Hop, to craft something is to make it using skill. Ya'ni craft degani biror narsani o'zingizni mahoratingizni ishga solgan holatda, mahoratingizdan foydalangan holatda biror narsani yasashlik, hosil qilishlik, tuzishlik deyapti. She crafted the bookcase out of solid pine wood and then painted it. Ya'ni aytayaptiki, u kitob javonini qattiq qarag'ay daraxtidan, qattiq qarag'ay o'sha o'tinidan yoki qattiq qarag'ay taxtasidan yasadi va uni keyin bo'yadi deyapti. Keyin so'zimiz dive. Dive degani bu sho'ng'imoq degani, sho'ng'imoq. Ya'ni boshi bilan sho'ng'ishlikka dive deyiladi. When you dive into water, you go down head first into the water. Ya'ni aytayaptiki, siz suvga sho'ng'iganingizda, suvga dive qilganingizda boshingiz bilan suvga tushasiz deyapti. I like skydiving from an airplane. Ya'ni o'sha osmondan, samolyotdan tashlashlikka ham skydiving deyiladi. Ya'ni men o'sha samolyotdan skydiving qilishlikni yaxshi ko'raman deyapti. Ya'ni samolyotdan sho'ng'ishlikni, samolyotdan tashlashlikni, ya'ni boshi bilan tashlashlikni yaxshi ko'raman deyapti. Hop. Keyingisi fragile degani mo'rt, tez sinadigan, nozik degan ma'noda ishlatiladi. Mo'rt sinadigan, ya'ni tez sinadigan, nozik degani. Hop. When people or things are fragile, they are not strong and can be damaged easily. Ya'ni agar misol uchun odamlar yoki biror narsalar fragile bo'lsa deyapti, fragile bo'lsa, ular kuchli bo'lmaydi, kuchli mustahkam bo'lmaydi, pishiq bo'lmaydi va ularga osongina ziyon, zahmat, zarar yetishligi mumkin deyapti. The fragile glassware was carefully packed into boxes. Ya'ni o'sha sinadigan shisha idishlar qutilarga ehtiyotkorlik bilan solindi deyapti. Yoki taxlandi desam bo'ladi. Qutilarga ehtiyotkorlik bilan solindi desam bo'ladi, taxlandi yoki joylandi desam bo'ladi. Keyingi so'zimiz half. Half degani half. Yarim degani, bilasizlar? If you cut something into two parts that are the same size, you cut it half. Ya'ni aytayaptiki, bir xil razmerga, bir xil o'lchovga ega bo'lgan ikkita narsaga biror narsani bo'lsangiz deyapti, siz uni yarim-yarimga bo'lgan bo'lasiz deyapti. The machine can divide the book in half. Mana bu dastgoh deyapti. Mana bu dastgoh uskuna kitobni ikkiga bo'lishiga mumkin deyapti. Ya'ni yarim-yarimga bo'la oladi deyapti.
Keyingisi innocence. Innocence, ya'ni innocence. Innocence degani bu o'sha aybsizlik, begunohlik degani. Va o'sha go'llik, bilmasvoylik desa ham bo'ladi. Innocence is a lack of experience or difficult or complex things in life. Ya'ni innocence degani bu hayotdagi murakkab yoki qiyin narsalarda tajribasizlik deyapti. Hayotdagi qiyin, murakkab bo'lgan narsalarda tajribani yetishmaslik deyapti. O'sha aytganimizda go'llikka ham tushadi. Hop. Everyone who met her found her innocence to be charming. Ya'ni u bilan ko'rishgan, uni uchratgan hamma uni go'lligini, ya'ni bilmasvoyligini demoqchi, uni go'lligini, bilmasvoyligini jozibador deb topishdi deyapti. Jozibali deb topishdi deyapti. Keyingi so'zimiz lead. Lead degani bu boshlamoq degani. Biror bir narsani yoki biror bir kimni yoki odamlarni boshlamoq, biror bir joyga boshlamoq, olib bormoq degani. Yoki yetakchilik qilmoq degani. Yoki sardorlik qilmoq degani. Leader dedik-ku, leader sardor deb aytamiz-ku, leader. Hop, o'sha lead so'zdan kelib chiqqan. When you lead something, you go first and it allows you. It follows you. Ya'ni agar siz biror nimaniga lead qiladigan bo'lsangiz, ya'ni biror nimaga boshchilik qiladigan bo'lsangiz, deyapti. Siz birinchi bo'lib borasiz va keyin u sizga ergashadi, deyapti. I'll lead you to the right place. Men sizni to'g'ri joyga, to'g'ri yerga boshlayman, deyapti. Keyingisi meeting degani bilasizlar, uchrashuv degani. Uchrashuv yoki majlis degan ma'noda ham ishlatiladi. When you have a meeting, you are with other people. Ya'ni siz agar sizda meeting bo'lsa, uchrashuv yoki majlis bo'lsa, siz boshqa odamlar bilan birga bo'lasiz, deyapti. We have lots of meetings at our school to plan what to do. Ya'ni bizda nima qilishlikni reja qilishligimiz uchun maktabda ko'p majlislarimiz bo'lib turadi, deyapti. Keyingisi merge. Merge degani birlashmoq yoki birlashtirmoq yoki bo'lmasam qo'shilmoq yoki qo'shmoq degan ma'noda tarjima qilinadi. Merge. To merge two things is to combine them into one whole thing. Ya'ni merge degani ya'ni o'sha ikkita narsani merge qilishlik. Misol uchun odatda yo'llarda, mana Amerikada yo'llar bo'ladigan bo'lsa, ikkita yo'l bu yoqdan kelayotgan bo'lsa, bu asosiy yo'l chap tarafdagi, bu esa bu yoqdan siz boshqa ko'chadan chiqyapsiz. O'shani qo'shilib bitta bo'lib qolishlikka o'shani merge deydi. Bu yerdan kelib merge qilasiz, qo'shilasiz. O'shani merge deb aytishadi. Yo'llarda juda ko'p o'sha belgilarda yozilgan bo'ladi. To merge two things, ikkita narsani birlashtirishlik is to combine them into one whole thing. Ya'ni ularni bitta butun bir boshli narsaga birlashtirishlik, bitta qilishlik demakdir, deyapti. The storm clouds merge into one large menacing cloud that filled the sky. Ya'ni o'sha bo'ron bulutlari osmonni qoplagan katta bir o'sha qo'rqitadigan, qo'rqinchli bulutga qo'shildi, deyapti. Ya'ni katta bir qo'rqinchli bulut hosil qildi. Ya'ni birlashib turib, ikkalasi bitta bo'lib turib, katta bitta qo'rqinchli bulut hosil qildi, deyapti. Keyingi so'zimiz moderate degani o'sha o'rtacha, o'rtamiyona degan ma'noda. Moderate. When something is moderate, it's not too big or too small in size or amount. Ya'ni agar biror narsa moderate bo'ladigan bo'lsa, u razmerda, ya'ni o'lchovda yoki miqdorda o'ta katta ham bo'lmaydi, o'ta kichik, oz ham bo'lmaydi, deyapti. It takes a moderate amount of patience to be around small children all day. Ya'ni kun bo'yi bolalar atrofida birga bo'lishlikka o'rtacha miyona, ya'ni o'rta miyona sabr kerak bo'ladi, deyapti. Overwhelm degani bu yerdagi ma'nosi o'sha yopirilib ketmoq degani. Ustiga biror narsani ustiga yog'ilmoq yoki ko'mib yubormoq, ko'milib ketmoq, ko'mib tashlamoq degan ma'noda. Ya'ni o'sha ko'pligidan. To overwhelm is to exist in such a large amount that someone cannot deal with it. Ya'ni overwhelm degani. Hop. Shunaqangi bir katta miqdorda mavjud bo'lishlikki, uni boshqa birov eplolmaydi, deyapti. Ya'ni o'sha ko'pligidan, toshib ketganligidan, miqdori ko'p bo'lganligidan uni odam eplolmay qoladi. The amount of homework her teacher assigned has overwhelmed her. Ya'ni o'qituvchisi, ustozi unga belgilagan, unga tayinlagan
uy vazifani miqdori, uy vazifani miqdori uni ko'mib tashladi deyapti. Keyin esa payment. Payment degani to'lov degani. To'lov. When you make a payment, you give someone some money for what you get. Ya'ni agar siz payment qilganingizda deyapti. Siz o'z olib turgan narsa uchun kimgadir pul berasiz deyapti. I made the last payment on my car yesterday. Now I'm really the owner. Ya'ni aytayaptiki, kecha men mashinamga eng so'nggi to'lovni qildim. Endi esa men haqiqatda ham uni egasiman deyapti. Keyin so'zimiz bu yerda perception. Perception degani bu tushuncha degani. Tushunish. Keyin qarash, ya'ni dunyo qarashgan. Qarash. Kimdir qarash deylik-ku. Ko'z bilan qarash emas, tushuncha ma'nosidagi qarash. Fikr desa ham bo'ladi. A perception of a situation is a way of thinking about it or understanding it. Ya'ni aytayaptiki, o'sha biror narsani, biror bir situatsiya bo'yicha, birorta vaziyat bo'yicha perception, u o'sha haqidagi sizni o'ylash uslubingiz, o'sha haqidagi sizni tushunchangiz deyapti. Since he couldn't see, his perception of life was much different than mine. Ya'ni u ko'ra olmaganligi uchun, ya'ni ko'zi ko'rib bo'lganligi uchun demoqchida, u ko'ra olmaganligi uchun uni hayot bo'yicha tushunchasi menikidan ancha farqli edi deyapti. Keyin settle. Settle bu yerdagi ma'nosi hal qilmoq, hop, barham bermoq degan ma'noda. When you settle something, you reach an agreement. Ya'ni agar siz biror narsani settle qiladigan bo'lsangiz, siz o'sha bitimga yoki shartnomaga kelasiz deyapti. Bitimga erishasiz. Hop, kelishuvga erishasiz deyapti. We settled the argument by looking up the answer on the web. Ya'ni biz hop, veb-saytda javobni qidirish orqali bahsga barham berdik yoki bahsni hal qildik desa bo'ladi. Settle the argument degan o'sha bahsni hal qilmoq, bahsga barham bermoq degan. Keyin esa shiver. Shiver degan titrash, qaltirash degani bu yerda ot bo'lib kelyapti. A shiver is a shaking movement the body makes when someone is cold or scared. Ya'ni shiver degani biror bir inson, biror bir kimsa sovqatganda yoki shamollaganda yoki qo'rqqanda tanasi o'sha hosil qiladigan qimirlash harakati deyapti. Titrash harakati. I got shivers on my way home because it was so cold. Hop, uyga ketayotganimda rosa titradim deyapti. Rosa qaltiradim chunki juda ham sovuq edi deyapti. Keyingi so'zimiz bu yerda sociable. Society dan kelib chiqqanda, society bor-ku, sociable. Hop, ya'ni ijtimoiy deymiz-ku. Sociable degani ijtimoiy degani, ijtimoiy, kirishuvchan, kirishimli degani, sociable. When someone is sociable, they are friendly. Mana kimdir sociable bo'lsa deyapti, ular do'stona bo'ladi deyapti. Ya'ni kirishimli. Hop, ijtimoiy. Many of my good friends are sociable, but I'm shy. Meni ko'p do'stlarim ijtimoiy, ya'ni kirishuvchan, do'stona, lekin men uyatchayman deyapti. Keyingi so'zimiz speed. Bu yerda fe'l bo'lib kelyapti. Tezlikni oshirmoq, tezlatmoq, tez harakatlanmoq degani. When you speed, you go very fast. Mana siz speed qilganingizda siz juda ham tez borasiz, tez yurasiz deyapti. Speeding is the cause of most car accidents. Ya'ni speeding degani ko'p mashina falokatlarini, ya'ni ko'p mashina avariyalarining sababidir deyapti. Tez yurishlik. Keyingi so'zimiz bu yerda talkative. Talkative degani bu sergap degani. Sergap, ko'p gapiradigan degan sifat bu, ya'ni when someone is talkative, he or she talks a lot. Ya'ni kimdir talkative bo'lganda, kimdir talkative bo'ladigan bo'lsa, hop, ayol kishi bo'lsin, erkak kishi bo'lsin, u ko'p gapiradi deyapti. My aunt is very talkative whenever she is on the phone. Demak, meni xolam yoki ammam qachon qarama telefonda bo'lganda juda ham sergap bo'lib ketadi deyapti. Keyingi oxirgi so'zimiz bu yerda usual degani odatiy degani. Odatga xos, odatga oid. When something is usual, it's what we expect. Ya'ni biror narsa usual bo'lsa, odatiy bo'lsa, u bizni kutgan narsamiz bo'ladi deyapti. It was just the usual people who came. Ya'ni u shunchaki, ya'ni
ya'ni kelganlar, ya'ni kelgan odamlar shunchaki doimgi odamlar deyapti. Shunchaki doimgi, har doimgi odamlar edi deyapti. Odatiy odamlar deyapti. Xo'p, so'zimiz, ya'ni darsimiz shu yergacha edi. Darslarimiz tushunarli bo'ldi, umiddaman inshaalloh. Endi kelasi darsda ko'rishguncha deb qolaman. Salomat bo'linglar.